Oddiy tvorogdan shunaqa ajoyib va juda ham shirin cheescake tayyorlaymiz. Bu uchun duxovka ham kerak emas, pishirilmaydigan muzdekkina, lekin ozizda eriydigan cheescake bo'ladi. Ishimizni uyimizda bor pechenyelarni maydalab olishdan boshlaymiz. Maydalangan pechenyega eritilgan sariyog' solib, shunaqa yopishqoq teksturaga kelguncha aralashtiramiz. Qolipga solib, qoshiq, stakan yoki qo'limiz yordamida tekislab olamiz. Cheescake massasi uchun qaynatib sovitilgan suvga jelatinni solib, ivitib qo'yamiz. Boshqa idishda tvorog, smetana va zgushonkani blenderlab olib, shunaqa holatga kelgan, ya'ni ivitilgan jelatinni mikrovolnovkada eritib olib, tvorojniy massa bilan birlashtirib, shunaqa tinnu holatga kelguncha blenderlab olamiz. Qolipga, ya'ni pechenyani ustidan quyib, tekislab olib, xolodilnikka qotirishga minimum 3-4 soatga yuboramiz. Ustidagi jelesi uchun ivitilgan jelatin va shakar ustidan qaynoq suv quyib, xohishga ko'ra 1-2 tomchi rang berib, aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lib qotgan cheesecake'imizni yuvib tozalangan qo'lpniylar bilan videoda ko'rsatilgandek bezatib olib, ustidan sovigan sirupimizni ehtiyotkorlik bilan quyib olib, minimum 1 soatga cheesecake jelesi qotguncha xolodilnikka yuboramiz. И вуаля!